Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz yurak kasalliklaridan ogohlantiruvchi 7 belgi. Quyidagi belgilarga o'z vaqtida jiddiy ahamiyat berib, shifokor ko'rigiga shoshsangiz, kutilayotgan yurak xastaliklarining oldini olasiz. Charchoq. Endigina uyqudan turgan bo'lsangiz ham, o'zingizni tun bo'yi mijja qoqmagandek tasavvur qilasiz. Ishga yetib olib, faqatgina dam olish haqida o'ylaysiz. Uyga esa zo'rg'a kelasiz va o'zingizni yotoqqa otasiz va kunlar o'tgan sayin charchog'ingiz ortaveradi. Bu yurak faoliyatida yetishmovchiliklardan darak. Charchoq miya, o'pka va yurakdan qon aylanishining susayganidan kelib chiqadi. Kuchsizlik. Yurak xurujini boshdan kechirgan ko'pchilik insonlar bu hodisa yuz berishdan oldin hattoki bir varaq qog'ozni ushlashga ham kuchlari yetmaganini aytishadi. Bu yaqin soatlarda yoki daqiqalarda miokard infarkti yuz berishidan darak. Qarsillash. Agar 3-qavatga ko'tarilish xuddi 1 soatlik yugurish marafonidan keyingi qarsillashni paydo qilsa yoki kichik jismoniy mashqlar bajarganda nafas siqilsa, kardiologga murojaat qilish vaqti keldi. Qon aylanishining yomonlashuvi uning o'pkaga yetib borishini qiyinlashtiradi. Sovuq ter. O'tirgan joyingizda birdaniga xuddi 2 soat mashg'ulotlar zalida mashq qilgandek butun tanangizni muzdek ter qoplashni boshlaydi. Yurak xuruji boshlanishidan oldingi ogohlantiruvchi belgi. Tomir urishining tezlashuvi. Onda-sonda yuz beradigan tomir urishining tezlashuvi xavf tug'dirmaydi. Tez-tez kuzatiluvchi tomir urib ketishi, qarsillash, bosh aylanishi va holsizlik bilan birga kuzatilsa, siz artemiya kasalligiga yo'liqqansiz. Artemiya kasalligi infarktning sababchisidir. Ko'krak qismida og'riq to'satdan paydo bo'ladi-yu, xuddi shunday qaytib ketadi. Shuning uchun ko'pchilik bunga ahamiyat bermaydi ham. Og'riq qo'l, bel, yelkaga tarqalganidagina xato qilganlarini biladilar. Yurak xuruji yaqinligidan ogohlantiruvchi eng keng tarqalgan belgi bu. Shishib ketish, oyoqlar shishib ketishi, shuningdek ortiqcha vazn paydo bo'lishi har doim ham semirish alomati emas. Yurak ham shu signallar orqali sizni ogohlantirishi mumkin. Shishlar paydo bo'lganda ishtaha yo'qolishi ham kuzatiladi. Organizmdagi ortiqcha suyuqlik yurak yetishmovchiligidan darak. E'tiboringiz uchun rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.